Mana popkornlar issiq. Bu saxirni apparat. Sizlarga obzorini qo'yganimni ertasi kuni bolalarim mana krishkasini sindirib qo'yishdi. Lekin Xitoyda menimcha menga o'xshaganlar ko'p ekan. Shunisini alohida o'zini ham sotar ekan, zakaz qilib yubordim. Lekin kelguncha ishlatib ko'rmoqchiman. Nima deb o'ylaysizlar? Shuni o'zida ishlarmikan, yo'qmikan? Aytishuvdi, buni rangli qilsa bo'ladi deb. Menda ozgincha rang qolib ketgan edi. Ozgina rang solaman. Apparat qiziguncha menda mana bunaqa popkorn apparatim ham bor. Shu paytda stavkam kelib qoldi. Hozir olaylik. Endi davom etsak bo'ladi. Kelinglar mehmonga. Demak, saxirning patta apparat mana bunisi singan bo'lsa ham ishlayverar ekan. Rangini yoki kam qo'shdim yoki qanaqa qo'shishni bilmadim. Endi buni maza qilib yeyman.